Birinchi qavatdan kvartira so'raganmidingiz? Yangi novostroyka kerak emas. Menga o'zimizni oldin qurilganlardan ko'rsatgin deganmidingiz? Mana shunaqasidan topib qo'ydim. Birinchi qavat umumiy maydoni 67 kvadrat metrdan sal oshiq bo'lgan. 3 xona 4 xona qilingan. Remontlari sekin, xotirjam, o'zingizga moslab qilib oladigan variantni topib qo'ydim-ku sizga. Kladovka, mehmonxona, balkonga chiqarilgan oshxona, oilaviy ovqatlanish xonasi, alohidadan joylashgan sanuzel, bolalar va kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Tashqaridan oshxona orqali, ya'ni balkon orqali uyning ichiga kirish eshigini ham ochib qo'yishibdi. Gaz, svet, suv va kanalizatsiyalari yaxshi. Birinchi qavat bo'lgani uchun oldini o'rab turib, огород qilib yoki bo'lmasam parkovka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Agar siz shu kvartira egasi bo'lganingizda qanday uslubda remont qilgan bo'lardingiz? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Do'stlar, ushbu xonadonimizning egalar raqami hozir ekraningizda turibdi. Kelib ko'rib sizga ma'qul keladigan bo'lsa, baraka qilib yuboradigan joyi. Narxini 32 ming dollarga baholashmoqda. Bizda o'zbekchilikda bilasizlar-ku, ko'rib turib egasi bilan savdolashib, talashib, tortishib, narxini arzonlashtirib baraka qilsa bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona shahar Kaskomda, Kiyev universitetining shundoqqina to'g'risida joylashgan.